o'zimni bosishga. Aleksandr aytganday, bir gapdan qolishga har qancha urinmayin qonim qaynab, bir g'azabimga 10 g'azab qo'shilib kelaverdi. Garchi bunday paytlarda jahlga erk berish yaxshilikka olib kelmasligini juda yaxshi bilsam ham, meni ochiqdan ochiq haqorat qilib, sha'nimga dog' tushirmoqchi bo'layotgan bu ikki mahbusni jazolamasligim mumkin emasdi. Qanday qilib yotgan o'rnimdan cho'zilib, ancha narida turgan temir stulchani olganimni va irg'ib turib, u bilan Joraning basharasiga solganimni bilmay qoldim. Zarb shu qadar kuchli bo'ldiki, baqirib kulayotgan Joraning tovushi birdaniga tinib, og'riq zo'ridan o'tirib qoldi. Paytdan foydalanib, uni yuz-ko'zi, yelkasi aralash yana bir necha bor stulcha bilan siyladim. Garchi yegan temir zarbalaridan so'ng o'ziga kelishi qiyin bo'lishini bilsam-da, ehtiyot shart Joraning jigarini mo'ljallab 3-4 bor tepdim. Va ana shundan keyingina ikkinchi raqibimning yaqinlashishini kutdim. Men tomonimdan bunday keskin harakat bo'lishini kutmagan shekilli, Joraning sherigi avvaliga turgan joyida toshdek qotib, menga g'ayritabiiy tarzda qarab turdi. Keyin jon holatda menga tashlandi. Uning harakatlaridan mushtlashuvning yaxshigina hadisini olgani ko'rinib turardi. Boksdan xabari bor shekilli, himoyasi ham chakki emasdi. "Erkak bo'lsang, yotgan odamni tepkilamasdan men bilan olish itining bolasi", dedi u tishini bir-biriga qayrab g'ijirlatarkan. "Kasal yotgan odamning ustidan kulish, uni haqoratlash erkaklikka kiradi-yu, yiqilib tushganni tepkilash erkaklik emas ekanda seningcha?" Javob qaytardim men ham undan qolishmay. "Bizga aslida seni yaxshilab kaltaklash, bu yog'iga turma yetakchiligiga urinmaslikni tayinlash topshirilgandi. Afsuski, bu safar ularning aytgani bo'lmadi. Jahlimni chiqarding. Bu yerdan sening o'liging chiqadi endi. Sal ehtiyot bo'lib gapir. Yana sheriging kabi o'rningdan tura olmay qolma. Mening g'amimni yemay qo'ya qol. Undan ko'ra qabring ustiga nima deb yozib qo'yishlarini ayt. Chumchuq deb yozishsinmi yoki..." Unga gapini tugatish nasib etmadi. Qo'limdagi temir stulcha bilan uni ham aylantirib ura boshladim. Tan olish kerak, u ancha-muncha zarbalarimga chap berishga ulgurdi. Ammo to'g'ridan berilgan zarbani baribir o'tkazib yubordi. Shu ondayoq uning temir tekkan boshi yorilib, tizillab qon oqdi. "Bosh kelma Dimon. Bu iflosni ayab o'tirma, bratan", tilga kirdi shu paytgacha bir burchakda ixrab yotgan Jora. "Hozir o'zim senga yordam berib yuboraman. Bir amallab qo'lidagini tortib olsak, marra bizniki. Ertaga shu payt o'ligini kalamushlar yeb bitirgan bo'ladi." Ammo bu gaplar Dimonga madad bo'lmadi. U yana temir zarbiga duch kelmaslik uchun ehtiyot bo'lib qolgan. Ancha uzoqroqda turib men tomonga jahd qilar va qulay payt kelishini poylayotgan. Bir tomondan Joraning o'ziga kelishiga umid qilayotgani ham bilinardi. Uning himoyaga o'tib olganidan foydalanmasam, Jora o'ziga kelib qolsa, vaziyat mening zararimga o'zgarib ketishi aniq edi. Shu sabab sal ayyorlik qilishga to'g'ri keldi. Qo'limdagi stulchani Dimonga qarab bor kuchim bilan uloqtirdim. Turgan gapki, u instinktiv ravishda ko'zini yumib, o'zini zarbadan olib qochdi. Bu albatta uning katta xatosi edi. Fursatni boy bermasdan o'ng qo'limning qirrasi bilan raqibimning bo'yin tomiriga urdim. Dimon hatto nima bo'lganini ham anglab ulgurmay, hushini yo'qotib, oyog'im ostiga uzala yiqildi. Buni ko'rgan Joraning yuz-ko'zi mute tus oldi. "Kechir Burgut, kechir. Biz seni shunchaki sinab ko'rmoqchi edik. Iltimos kechir", bor ovozda yig'lab so'zlay boshladi u. "Gaplarimga ishon. Yolg'on gapirayotgan bo'lsam Xudo ursin. O'zingning iflos ishing uchun Xudoni o'rtaga qo'yib qasam ichma. Undan ko'ra senlarni bu yerga kim yuborganini ayt. Shunda joning omon qoladi. Chin so'zim." Joraning yoqasidan bo'g'ib, qo'rqitish niyatida bir necha bor musht soldi. Urma meni. Urma Burgut, iltimos. Meni bu yerga kelishga majbur qilishdi. Kelmasam o'ldirib yuborishlari aniq edi. Joningdan umiding bo'lsa ayt, kim majbur qildi? Aleksandr ketar-ketmasdan sen karserga tushib qolding. O'tgan vaqt orasida bu yerda ancha narsa o'zgarib ketdi.
Endi avvalgidek tartib intizom bo'lmasligi aniq. Nega bunday deyapsan? O'zing bilasan, bu yerda ma'muriyat hukmron edi. Uni faqatgina Aleksandr o'zgartira olardi. Endi Aleksandr yo'q. Demak, bundan buyog'iga turma boshlig'ining aytgani aytgan, degani degan bo'ladi. Xohlasa nog'ora chalib barchamizni o'ynatadi yoki muz ustida raqs tushiradi. Uning nog'orasiga o'ynaydigan ahmoq yo'q. Qolaversa, bizlar ham sovg'a emasmiz. Bir yo'lini qilib, uning qovushini to'g'irlab qo'yish qo'limizdan keladi. Burgut, to'g'ri tushun. Bir o'zingning qo'lingdan hech narsa kelmaydi. Baribir ularning aytganiga ko'nishga majbursan. Adashma. Men yolg'iz emasman. Men kabi to'g'ri, nohaqlikka qarshi kurashib muddat olib o'tirganlar ko'p. Yaxshisi, sen gapni chalg'itmasdan kimning buyrug'i bilan oldimga kelganingni ayt. Bu gapimdan so'ng Jora og'ir xo'rsinib qo'ydi-da, Aleksandrning yonida yuradigan yigitni tanirmiding? Laqabi Silovsin, deb so'radi. Uning nega bu savolni berganiga hayron bo'lib tasdiq ishorasini qildim. Endi u Aleksandrning o'rnini egalladi. Bizlarni ham u jo'natdi. Shu cho'pchagingga meni ishonadi deb o'ylayapsanmi? Aleksandrning yugurdagi qanday qilib uning o'rniga o'tiradi? Biz ham avvaliga ishonmadik. Ammo u birin-ketin ko'zga ko'ringan, gapini boshqa mahbuslarga o'tkaza oladiganlardan 10 tasini o'ldirib yuborgandan keyin nima? Hali u o'ziga o'xshagan mahbuslarni o'ldirdimi? Ha, Burgut. Hayot mana shunaqa ekan. Kimning ortida kuchi bo'lsa, o'shaning gapi ikki qilinmas ekan. Karaxt ahvolga tushib qolgandim. Nimalar bo'layotganiga sira aqlim yetmasdi. Yana yo'talim qo'zidi. Bu orada Sanchas xodimlari Jora bilan Dimonni xonadan olib chiqib ketishdi. Mushtlashganim uchun ancha kuch yo'qotgandim. Holsizlangancha karavotga cho'zildim. Qolgan kunlari meni aytarli hech kim bezovta qilmadi. Shu sabab bo'lsa kerak, tez kuchga kirib oyoqqa turdim. Oyoqqa turmasam bo'lmasdi. Chunki Joraning gapi rost chiqqan. Silovsin allaqachon turmada o'z tartibini o'rnatishga kirishib ketgandi. Endi payt poylab u bilan uchrashishim lozim edi. Ammo bir necha yil Aleksandrning yonida miq etmay yurib, uning og'zidan chiqqan gapni buyruqdek bajarishga odatlangan Silovsin shunchalik ehtiyotkor ediki, hatto o'zi yoniga chorlagan mahbuslarni ham tekshiruvdan o'tkazardi. Sog'ayganimdan keyin eski ishimni davom ettirish niyatida buyumlar saqlanadigan ombordagi xonamga borishga qaror qildim. Meni basavlat, ko'rinishidan sobiq sportchiligi sezilib turadigan mahbus xushlamaygina kutib oldi. Salom bergandim, javob bo'lmadi. Men Burgutman, eshitgandirsan, deb so'radim undan. Burgut bo'lsang nima qilibdi? O'rnimdan turib qo'shiq aytib yoki qarsak chalib kutib olishim kerakmi? Javob qildi u. O'rningdan turishing ham, qarsak chalishing ham shart emas. Lekin yaxshi odamlar salom berganda javob qaytarishing kerak. Shuni bilasanmi? Dedim iloji boricha ovozimga mayin tus berishga harakat qilib. Menga aql o'rgatma. Qolaversa, kimning salomiga javob berishni o'zim bilaman. Tushundingmi? Endi bo'lsa bu yerdan tuyog'ingni shiqillat. Yo'qsa onadan tug'ilganingga pushaymon bo'lasan. Yo'q, men senga ota-onang faqat yomon tarbiya bergan deb o'ylasam, hali zo'ravonlik odating ham bormi? Bu gapdan keyin u o'rnidan turdi-da, men tomonga xezlanib kela boshladi. Adashmagan ekanman. Harakatlari kurashchilarniki. Bundaylarning changaliga tushib qolmaslik, ya'ni masofadan turib mushlashish kerak. Yana biroz jahli chiqsa, o'zini tutolmay boshqaruvni yo'qotishi aniq. Shunday bo'ldi ham. 2-3 bor urinib qo'lga tushira olmagandan keyin raqibimning achchig'i chiqib, harakatlarida palapartishlik ko'zga tashlanib qoldi. Yana biroz mushuk sichqon o'ynasak, butkul holdan toyishi ko'rinib turibdi. Uning harsillab tashlanishlaridan zavq olgan ko'yi yaqinroq kelishini kutdim. Bechora bu safar ham chap beradi deb xayol qildi shekilli, qulochini keng yozib hujumga o'tdi.
chaqqonlik bilan bir chalg'ituvchi zarbalar yo'lladimda, keyin bor kuchimni to'plab 2 qoshining o'rtasiga musht soldim. Zarba shunchalik kuchli bo'ldiki, hatto qarsillagan ovozni eshitdim. Hozirgina meni g'ajib tashlashga tayyor yigit turgan joyidan biroz ortga chekindi. Keyin muvozanatini yo'qotib gupullab yiqildi. Bu yerga kelganimni hech kim ko'rmagandi. Yana birovga qoramni ko'rsatmasdan g'oyib bo'ldim. Men bilan mushtlashib, ajal topgan yigitni Silovsin o'ziga tansoqchi qilib olganini keyin eshitdim. Jora bilan Dimonning o'z jonlariga qasd qilganliklarini ham. Tansoqchisining o'limidan so'ng Silovsin avvalgidan ham ehtiyotkor bo'lib qoldi. Ammo men payt poylab baribir undan Aleksandr va boshqa bekordan bekor o'ldirilgan mahbuslarning o'chini olishim kerak edi. Buni qarangki, oradan 1-2 kun o'tib, uning o'zi meni so'roqlatdi. Lekin bir-birimizning ko'zimizga tik boqib gaplashish bizga nasib etmadi. Turmadagi bosh-boshdoqlikdan bezor bo'lgan mahbuslar g'alayon ko'tarib qolishdi. Xirmonga o't ketsa, ho'lu quruq barobar yonadi deganlaridek, g'alayonchilar hech birimizga, na menga, na Silovsinga, na turma boshlig'iga va na boshqa zo'ravon va avtoritetlarga shafqat qilishdi. O'sha talotub chog'ida mahbuslardan kimdir boshimga temir bo'lagi bilan urgan ekan. Hushimga kelganimda tanamning yarmi ishlamas, shol bo'lib qolgan edi. Shundan keyin meni sanitar qismiga o'tkazib yuborishdi. Muddatimni o'sha yerda o'tab ozodlikka chiqdim. Ammo o'zingiz ayting, mendek umrining gul faslini panjara ortida kechirgan odam kimga ham kerak? Shu sababli ammamnikiga qaytmadim. Hozir choyxonada qorovullik qilaman. Yaqin kishilarim yo'qligini bilgan shu atrofdagi xonadon sohiblari kunda kunora osh-nonimdan xabardor bo'lib turishibdi. Shular umuman yaxshi insonlarning borligi tufayli hayot shamim miltillab yonib turibdi. Lekin o'tmishimni xotirlasam ham, kelajagimni o'ylasam ham beixtiyor dahshatga tushaveraman.